Er-xotin bepushtligida qon guruhlari ta'sir qiladimi, yo'qmi? Shuni haqida gapirib o'tmoqchiman. Ko'pchilik bemorlarimiz so'rashadi, mana xotinimning qoni 3 ekan, meniki 4 ekan, bizlar qon jihatdan to'g'ri kelamizmi, kelmaymizmi va qaysi qon gruppasi o'sha er-xotin bo'lsa mos bo'ladi, qaysi qon gruppasi er-xotin bo'lmasa mos bo'ladi deb so'rashadi. Qon guruhi homila tushib qolishi, homila bo'lishi, homila farzand bo'lmasligiga hech qanday ahamiyat ega emas. Faqat qaysi qon guruhlari er-xotin bo'lish mumkin emas. Qachonki ayolda plus, ya'ni rezus faktor plus bo'lsa, erida rezus faktor minus bo'layotgan bo'lsa, ulardan bo'ladigan farzand albatta birinchisi yaxshi tug'iladi, ikkinchi farzand esa gemolitik sariqlik kasalligi bilan tug'ilishi mumkin. Shuning uchun turmush qurishdan oldin iloji boricha qon guruhlariga e'tibor bergan yaxshi. Qon guruhini bir-biriga to'g'ri kelib qolishi, bir-biriga to'g'ri kelmay qolishi degan narsa bu farzandsizlikka ta'sir qilmaydi. Shuning uchun xohlagan qon guruhiga siz turmush qurishingiz mumkin, faqat rezus omillaridan ehtiyot bo'lishingizni sizdan so'rab qolamiz.